Bu iflos ish. Bu o'ta jirkanch ish. Bu sizni halokatga olib boradigan ish. Seni sevaman va hayotim, jonim, senga uylanaman deb aldab maktab o'quvchisi bo'lgan 14 yoshli qizni 11-sinf bola homilador qilib tashlab ketib qolgan. Noto'g'ri eshitmadingiz. Bitta video tashlab berishdi. Bir ginekolog shifokor aytayaptiki, qabulimga 14 yoshli qiz keldi. Tekshirsam homilador deyapti. Va uni keyin onasi yaxshilab siqilga olib surishtirsa, o'sha seni sevaman, uylanaman, sochi jo'nataman deb o'zi bilan bir maktabda o'qiydigan 11-sinf bola homilador qilib qo'ygan. Hurmatli ota-onalar, qizingizni va o'g'lingizni bunaqa iflos va jirkanch ishdan uzoqroq yurishini qattiq tayinlang. Ogohlantiring, hushyor bo'ling, gaplashing qizingiz va o'g'lingiz bilan. Qo'liga telefon degan zormandani ma deb tutib qo'ymang. Instagram, Telegram, Facebookdan agar ochib, sahifa ochib yuritayotgan bo'lsa, uni qattiq nazorat qiling. Yaxshi gap bilan, shirin gap bilan nazorat qiling. Qarang yaxshilab, tarbiyasiga go'zal tarbiya bering, go'zal xulq bering. Ayniqsa qizi bor ota-onalar. Shirin gap gapirgan, sovg'a bergan, duch kelgan, och bo'riga o'xshagan so'tak yigitni qo'yniga, quchog'iga kirib ketavermasin. Endi o'g'il bolalar va qiz bolalarga, hurmatli yigit va qizlar, siz sevishdingiz degani, qaysidir qiz sizga yoqib qoldi degani, u qiz sizning mulkingiz degani emas. Agar singlingiz bilan shunday voqeani begona yigit qilishini istamasangiz, u qizlarga ham unday qilmang.